Sizga qachon konsultatsiya kerak? Qachonki hayotingizda bir ikkita problema bor, miyangizda tinmay o'sha narsani hal qilish, o'sha narsa asabingizga tegib aylanyaptimi? Bo'lmasa siz ras konsultatsiya olib, miyangizni tozalab oling, hal qilib oling. Bo'ldi, shu bilan tugaydi bu muammo. Sizga qachon kurs kerak? Siz agar ishonsangiz o'zingiz 100% o'sha kurslarni o'rgatganidaqa yashay olishingizga, xuddi kurslarda aytilganidek hayot tarzida yashashingizga ishonsangiz, marhamat bering, mana kurslarda o'qing, oling. Hammani kursini ovurish, bu kerakli, keraksiz bilim bilan boshingizni to'ldirib, o'zingiz charchatish, bu talab etish, ovqatlanish bilan baravar. Hamma narsani yurasiz, sog'lig'ingizdan keyin problemalar chiqadi. Hammani gapini eshitaverasiz. Bo'ldi, miyangizda bu o'sha virus bo'ladi. Hammaning gapi bir-biriga qarshi bo'lishi mumkin, bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. U ham psixolog, lekin ularning dunyo qarashi boshqa, ularning yurib o'tgan yo'li boshqa. Ular ko'rgan narsa boshqa-da. Bu ularning ikkalasining sizga tushishi mumkin, yoki tushmasligi mumkin. Shuni filtr qilish kerak. Sizga kim to'g'ri keladi? Bularni filtr qilib eshiting. Siz kerakli bilimga boshingizga to'ldirganingizdan keyin o'sha yorilib ketasiz. Yorilib ketadigan darajaga yetib kelasiz. Men sizga garantiya beraman. Bu bilimlarni olishdan foyda yo'q. Uni hayotda ishlata bilish kerak. Mana siz ishlata bilsangiz, pожалуйста, oling. Xohlagan odamingizdan xohlagancha bilim oling. Siz ishlata olasiz. Ishlata olmasangiz, просто u bilimlar ichingizda chiriydi, sizni ham chiritadi. Tamom qiladi. Miyangizni, psixikangizni tamom qiladi. Konsultatsiyani bitta oddiy psixologiyadan xabari yo'q odamlar olmaydi. Mana eng katta psixolog